Assalomu alaykum barchaga. Yaxshimisizlar? Sizlar bilan Hamidullo Tursunboyev. Ushbu videoda SAT ning geometriya qismiga oid bo'lgan ajoyib bitta misolni birga ko'ramiz. Ketdik. Point F lies on a unit circle in the xy plane and has coordinates 0. F nuqta birlik aylanada yotadi va koordinatalari 0. E'tibor qiling, unit circle. Bu birlik aylana, radiusi 1 ga teng bo'lgan aylana. Demak, tekislikda mana radiusi aytaylik 1 ga teng bo'lgan aylana, bu 0 nuqta, to'g'rimi? Bu F nuqta. Point G is the center of the circle. J nuqta aylana markazida va uni koordinatalari 0, 0. Mana bu yerda J nuqta bor va bu 0, 0 degan koordinatalarda yotadi. Keling bitta aylanani chizib olaylik mana shu yerda. Mana juda ham chiroyli aylana chiqdi. Davomi. Point H also lies on the circle. H nuqta ham aylanada yotar ekan. Koordinatalari -1 u y ekan. -1 u y qayer? Mana x dan -1 va y. Mana shu H nuqta ekan. Y konstanta, y o'zgarmas son. Which of the following quyidagilardan qaysi biri could be bo'la oladi? Positive measure of angle FGH. FGH burchakni kattaligi quyidagilardan qaysi biri bo'lishi mumkin deyapti. FGH mana bu burchakni so'rayapti. Qaysi biri bo'lishi mumkin deyapti. E'tibor qilinglar, bu burchak qanaqa burchak? Yoyiq burchak. Yoyiq burchagimiz 180 gradusga radianlarda pi ga teng. To'g'ri? Pi ga teng. Demak, pi bu toq 180 gradusning bitta pi ga teng. Bu yerda endi j ni kattaligi ham pi ga teng bo'lar ekan. Pi ga teng bo'lganini topamiz. E'tibor qiling, bu nafaqat pi ga teng, buni davri bor. Demak, bu aylana bo'lgani uchun ham buni davri bor. Bu istalgan toq radianlarga tegishli bo'ladi. Pi ga teng bo'lishi mumkin. 3 pi bo'lishi ham mumkin. 2 marta aylanib chiqib 2 pi da yana pi oshib qoladi. Mana shu pi mana yana turaveradi. 5 pi va hokazo 101 pi, 1 million 1 pi bo'lishi ham mumkin. Millioninchi pi da bitta to'liq aylanib yana bitta pi oshib qolgan, shunda qaytib kelaveradi. A da 59 pi bo'lishi mumkinmi? J ni gradus bo'lishi mumkin. 58 pi da aylanani to'liq aylanib chiqib bu yerga keladi. Va yana bitta pi yuradida yana j ni kattaligi pi ga teng bo'lib qolaveradi. 58 pi bo'la olmaydi. Bu aylanani aylanib mana bu yerda qolib ketadi. Aylanani har 2 pi da bir marta aylanib chiqadi. 58 pi da aylanani aylanib F nuqtada to'xtab qoladi. 63 pi taqsim 2 ham xato. Bu butun pi emas, D ham xato. To'g'ri javob A bo'lar ekan. Endi e'tibor qilinglar, bu qo'shimcha positive measure. Musbat kattaligini top degan, musbat bo'lsin degan. Endi manfiy ham bo'lishi mumkin. X y tekisligida demak aylana bor-ku, buni kattaligini, j ni kattaligini biz soat strelkasiga qarshi yurib topishimiz kerak. Soat strelkasi bo'ylab topadigan bo'lsak, manfiy bo'lib qoladi. Shuni nazarda tutgan. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Kuzatishda davom eting, kommentda fikringizni kutaman.